Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq o'rtoqlashayli. Bu yilning 5-dan boshlab jidal aynib ketdi, bakchiq jidal chiqdi deb turib chiqlashtaq dedi. Yilda bor bu jidal. Bu yilda emas, faqat ba'zan jidallar sal bir hafta, bir oy oldiga surildi-la xolos. Jidallar yilda takrorlandi. Tünögün bugün çıkıp qalğan emas. Bu yılның 5-də mındaq jidal oldu, andaq jidal oldu deb bakçıqlar şundaq deb sözləbdi. Anandan keyin bu jidallarning 5-ni sizlarga azraq əsiltib ötəy. Din jidili. Bu yıl din jidili bilan kirdi. Ma yıl. Jidal kalendari deb turib, men kalendar bekitib qo'ygandim-chu, bunda chiqirib yozsam bulturga qaraganda bir ay sal baldur taşlanıptı bu yılqı. Bəzən temadagi jidallar. Anadaki din jidili ma'lum ekranlar orqali taşlandı, ma'lum sayfalar orqali taşlandı. Bu jidal yilda bor. Aylar eshak go'shi halol degan jidalmi yilda bor. Hadis inkarchiligimi yilda bor. O tünögün bugün chiqmagan bali bor. Әмді Құр'анны қайтадан тәржім қылышыныңкеге бәк тәшвиқ қылғанlarmı бар. Bu mu yılda бар. Bu yıl әмді сәл өзгіріп әмді Құр'анны тәржім қылышыны сәйіпс әмді еңі бір xizmet қатарды отырға taşınıptı. Ойлап mı қалдым, әгерде әрәплердің сәл izzat atmaydıqalı болса, Arapның ölümaları var, dini alimleri var, İngilizcemiz köp tillik. Şulardan izzat atmağımız Kur'an'ı qaytadan yazgıdak derecede noçilik qıldığanları var deymemdi. Şulu qaldı hazır. Şu Uygur'un vatan davasından başqa, hem de vatan temisinden başqa, hem de temi qızıydı ki. Hem de şu Kur'an'ı qaytadan yazgısı kelganlar bağı deyme, eğer de özgür daha işençisi olgan bolsa, şunu mu qıpaqtı deb oylayman. O din jidil bağlı ba. İşek go'shi halal degan bo'lsa, o'zi yesin shu ishakni. Ay deb qo'ysanglar bo'ldi. Ba'zilarning ovozi yilda iliq to'pladi. Takrar bo'lavergandan keyin ovozlar uchun yotib ketadi ekan. Ba'zilar ivat qo'ydi, Messenger, WhatsApp ishlatmasa Messengerda ivatidi. Ivatib qarsa, voy bu badam bu, davomliq ba. Endi uzun qolmay ism jidili chiqdi. Qarindosh millatlar orasiga jidal tashlaydigan andaq jidal chiqdi desam, ba'zi chiqib bo'pti deydi, yaxshi bo'pti dedim. Davomliq bor. Anadagi yolg'on kitob vaqasi, muqovidan birini loyihalab, yolg'on kitobni bozorga serish jidili boshlandi. U ishchini ko'rmay turib teshikka sakragan bilan ishchini ko'rib baqayli dedik. Masalan, burunlarda men bu rost o'xshaydi, ba'zan jidallar o'tirg'i chiqsa, andan keyin javob qaytaratdim. Hozir undaq emas. Hozir biz tekshirmay turib, hargiz aldirab chiqmaymiz. Hech qanday temalarni o'tirg'i tashlamaymiz. Biz Wikipediyadan topmaymiz hech qanday materialni. Masalan, oldin qatim men ikki qatimliqmi naq maydonda Google'dan topmagan degandek ashtaq so'zlab sapdim. Buning aniqlab berib qo'yay. Google'dan biz materiallarni izleyleyemeyiz. Lekin Wikipediyadan tapqan narsa ishonchli bo'lmaydi. Hamma odam o'z bir torbat echib turib, o'zininki tarixini yeziverdi, xuddi nimada musiqalarda ishlamagan vatandagi. Yana bir yerlarda ishlamagan odamlar o'zininki tarixini yezib o'ltirib, men falan yerda ishlagan Pokoniyaning boshlig'i bo'lgan deb turib yezib ketgandek, hamda Wikipediyada har nimani yozg'ili bo'ladi emasmi? Shu biz Wikipediyadan olmaymiz hech qanday materialni. İzlenip durup, mənbəsini tepib, anadaki oturğa taşlayımız. Bunu bir düşündürüş berib qo'yay. Anadaki kitapның muqavisini müştaqlı bir tayyorlabla anadaki jidalni tashladı. Jidal deganga ajoyib resmen bir uçum adamlar var. U balkim ular shu nimadan bo'lishi mumkin, planliq o'rinlashtirganlarning ma'lum bir kişileri buluşu mümkün. Lekin uxmay kirib qolganlarımı bayılıqı jidallarga. Qarab, o'ylab qalma ba'zida. Ivatib qo'yganlarga qarab. Ajoyib baxtlik o'xshaydi ba'zi odamlar o'zining nima ish qilayotganini bilmagan, ashundaq betimcha boshchilabli kirdiga ba'zan jidallarga deyman. Anandan keyin
Qeyrindaş milletler arasındaki jidal degan ikki taraf bo'yapti hozircha. Ba'zilari ham deyliqi Dünya Uyg'ur qurultayiniki atrofidagi Erbol taraf, yana bir taraf degandek. Men eliqi ism jidalga faqat kirmayman. Sababi u mening doiramdagi ishim emas. Biz vatandagi chorsizlarning ovozi. Lekin bizning u vatanga ism qo'ygadak, o chet elda kim, o sen kim o? Men kim o degandek ishchi odam bir jinglab beqib deymiz u gapni. O vatanning ishchiligi qaysi o'ltirib hal qiladigan ish mustaqil bo'lgandan keyin hal qiladigan ishlarni o mustaqil bo'lmay turib, hech nima yo'q, ona til bilan, yana birim bilan o vatan mustaqil bo'lmaydi. Anadaki neyliqi ana til mektebidan birini içip qo'ysa, yana bir nimani içip qo'ysa, shuning bilanla o baxtlik bir tuyg'usi hosil bo'ldi-ki, jiq odamlardachu baxtlik men, ana tilni chet elda gullantira olamiz, kitob degani palonchi yozib otidi, shuning uchun biz mundaq bo'la olamiz deb o'ylaydi-ki. Amaliyotda biz vatanda vaqtimizda Avstraliyadan, u yerdan bu yerdan bolalarni tilini chiqirdiganga elib keladigan undaq kishilar bordi. Aş bir ta'til balla bilan o'ynash degan til degan voy qaymaqdek so'zlaydigan bo'lib qaytib chiqib ketadi. Uni yana bir qatim kelgacha uni yeb tayyorib bo'ldi. Bunda ahvol o vatanning sirtida unda ravon so'zlaydigan unda balla mumkin emas. O vatan mustaqil bo'lmasa, ona til muhiti degan vatanda bo'ladi. Her qanday kitap vatanda bo'ladi. Her qanday bir tarixni saqlab qolish vatanda bo'ladi. Sirtda ikki tal so'zlab qo'ysanglar, voy uchi, voy mundaqchi. Necha araqkash o'ltirib chiqiblar, voy, ism jidildan birini tashlaydi, voy, o'nonda degan. Voy. Sakrab ketayotgan odamlar, xuddi o'yliq odamlarningki ajoyib bir so'ygisi bordek, mushundaq. 2019da men G'ulom Osmon depla alay bir yerde. G'ulom Osmon degan odam bu qanday odamdir, neymiş ki bu jidal tashlaydigan bu odam deb o'ylagandim. Buni hamda bir mayli kim ko'rsa bu rost. 2019da men naq maydon qilibmi, voy neymiş ki jidal tashlaysiz, o jidalni besiq tursanglarmi deb naq maydon qilgandim. Yana bir nechisining ismini elib, lekin men G'ulom Apandinikini olaman bugun tilga. Şu bu şeyden bir jidal xumar adam o'xshaydi, jidal tashlaydigan adam o'xshaydi deb boshliq degandim. Uningdan keyin men bu odamning kitoblarini tepib, menda bir odamkan deb turib kitoblarini tepib o'qidim. Uningdan keyin shu YouTube'dagi barliq videolarini ko'rib chiqdim. Boshqa bulun pushqaqlarlik qolmagan bo'lsa, uningda boshqa hammani ko'rib chiqdim. Ko'rib chiqib bu nimancha qaqshaydigan odamdi deb beshir og'rindim, eng qisqasi. Ağrınıp bu adam neymiş için milletki bir energiya vermeydiğandı, neymiş için qaqşaydiğandı mı degendim. Voy qaqşıqdak iş baki emasmi keyin uqtum bana deken. Aniki jıqla dedi, voy Salih Xudayar neymiş için tutulgandı bu adam. Voy Salih Xudayarning Uyg'urchasi G'ulom Osmondak undan nocha emasdi. Anadik uqmay o'ltirib biralari bilan bir ayaga jig'inga berib qolsa, uqmay o'ltirib bir ayada bir deg'iz gaqib qo'ysa, uni degan tillab poskaytib yetadi. Uningdan bir adam mundaq deb turib Uyg'urchani o'rgatgash, ba'zan narsalardan cheklab, to'g'ri emas yerlarni mundaq qilish xato emas. Ota-onamizning gapini anglaydiq. Shuning uchun bu narsaga men keyin bu odamning qaqshaydigan sababini, anadagi so'zlagan so'zlarining ichidagi ba'zan materiallarni, anadagi izlanishni chiqib bolalar bilan birlashib mush ishni qilishga tirishdik. Uningdagi o'rgandik. Biz da'vochi, tug'iliblar beshikning ishidala voy men da'vo qilib, voy, eliqi o'quvchilar kitik oqilib, ko'qilib deb turiblar, Xitoy buni o'ttirg'il tashlab qo'ygan eliqinda odamlar bo'lmagan ekan, biz o'rgandik, tirmishib. Anadaki uqtuq. Bu adam nima uchun tillaydi desa, shu mustaqillik deganlik uchun tillaydi ekan. Quruq shuvardi, oqdi, ko'kdi degan odamlar, quruq shuvardimi qo'rqidi emasmi? Va tushung desam, tushimizni nima qilib aralashir ekan? Shuning uchun tillaydi ekanda bu odamni deb bir bildim. Men 2018 chiqqan vaqtimda, voy, oqidagi bayroqing manda qo'qapti deb tillaydi. Bayroqing anda qo'qapti deb tillaydi. Ondan keyin qo'pib beshing yoqliq chekmiding deb tillaydi. Xuddi qarshimdagi odamlar noytimi isil ash degan shunchalik pok diyanatlik eliqi usti mazar, asti bozor bo'lib ketganlarmi? Qandaq degan voy jon, ashtaq menga ashtaq o'lchamni qo'ydi-da, shuning bilan voy bu udulimdagi odamlar qanchalik isil odamlardir degandim.
Onundaki odulumdaki adamlarning birdan poqlarını, eylik videolarını, eylik resvaçılıqni, torda. Hamma narsa saqlanib qoldi-ki, hozircha torda bütün torbatlarni, eylik videoga yapmağıdığan aşındaq maşinlar bar. Aşı narsalarni ballar tepib chiqqan, aştaq isbatliq narsalar bar da, onun içinde hamma resvaçılıqlar bir-biringlarni tillashqanlaringlardan tatib qapti-ki. Aşı resva tıllar bilen qaysın tıllıgan, qaysı maqalını etip tıllıgan, qaysı videolar, qaysı avazlar, qaysı resimler, aşındaq tıllaşqanlarınlar meyde Erkin Asiyanovuz, qaysınınki resvaçılıq hemmesi baken. Onlarken qarab, bu muşinçilikli adamlarken nimdep bir yuqur taleplerini koyup ketkendi. Oy yoqal ornumda boşası, qaysı ornumda boşturgan be bularning nimi orun bardı dep ketdim. Şunga oxşaş, elaqe Uygurca alaydı mükemmel bir adam var hem de Ulam Osman efendim. Anadaki onun bir təşviq qıldığını şu müstakil bulaylı müstakillik ideologiyası, dövlətçilik üstüde şunda təşviqatlarını alıb bardı. Anadaki mən toğru bolğan işlarning hər qandaq adamning toğru yoldagi ishni qo'llayman. To'g'ri bo'lmagan ishlarga noroziligimni bildirman, fikrimni bildirman. Anadaki talay davanın sepip kırvagan, pittek pil qurtidek muş kırıvelip durup işçidine salcıdek hop ketkenlerini mi uqtuq, bilimiz. Hemmi nersen üsteldi ba. Ba nersini mi teni biliştim başka tıllaş Germaniyadan, u yerden bu yerden tıllıqçıları var bazılarının için. Məxsus tıllıqçıları. Aşlarına Facebook'larındaki adresleri tip bulduk da. Bizim kompüterci ballar. Onadaki neyliqi resva dedim. Bazen bir kızlarning yüzünü qımasam, top nimelerini taşlaplı koyadım Germaniyadagi resvanama. Aşında. Şununla jiqlari ba, bular tillığılı salıdı. Məxsus tillığılı sardı. Nimişqa? Eliqi özünün içilib qalmaslığı üçün özünün eliq resvaçılıqları, eliq Uygurni satqanlıqları içilib qilib tursumu, mani bir tillab jimiq turib etay deb birsini chiqardi. Vay tillab deb oppaqni da qilma, ochaqni da qilib, singlarni da qilma deb turib chiqdi. Vay qil. Xotin tapamagan bo'lsang, ko'chaga chiqib qaysi to'shikka tiqsang bo'laverdi. Devetkim keladi. Yana bir chiqdi eliqi vatandaşlık emas, siyasi panolik tilashning bir nimasini elish uchun sizni tillash qisabdik. Voy qimmatim bekchi borga. Aşı bicharaning bir varaq qog'oziga o'sim yarabdimi dedim. Shu. Anadaki ba'zilaringlar bor, eli bilib turib kirsizlar, ba'zilaringlar bor, bilmay kirsizlar. Biz baxtli millat emas. Her qıtımda şu Ramazan az qağanda ya qurbaniyet az qağanca vay ya kiler yıllık Ramazan ne kiler yıllık qurbaniyeti vatanda ötküzüşünü nesip qıson o bolsa amin dep turib astı. Oy bir moca qıp turib eliqi tamaşa billah degan bazılar eliqi sorun coşqulary hamisi kirib baştaq dep ketdi. Amaliyatda bu hammamizga ayan. Şuncuala bir zulüm boğan bir millet Xitay'nınkide qanda billi yaşayalaydı degan sual mı yok olturup bayanadiken vay vatanning yolu içilipti deydi palançının tuqquni kepti pokunçının tuqquni kepti degandiken yalganda ekranga chiqib olturup vay yay Rabimede deganlar vay yay vatandan kelganlarniki to'ylari qatnashib o'chi chiqib uni oldida bir bayroqni ko'tarib vay rasm tushvasizlar vay maşallah inşallah sizlarga Allah razı bo'lsin deb turib anadiki Mekkaga bir berib o'tir shuna pakiz bo'ladi o'z ko'nglida anadiki shuna ish tugaydi bizningki mustaqillikqa emas millatga bo'lgan ozroq söygürümüzə özümüzni agar hurmatlashni bilgan bo'lsak, chet elliklarni oldida ozroq yuzimizni saqlashni bilgan bo'lsak, birinchi bo'lib boshqa millatdan tilamchilik qilishni o'zimiz tashlaydik. Anadagi yolg'onchilik bo'lsa, ashiningga bo'lsinmi, radiya qaytarishni o'zimiz boshlaydik. Fikr erkinligimizni o'zimiz qo'g'dashni boshlaydik. Men Uyg'ur uyi olaman, Uyg'ur uyiga men pul beringlar deb o'tirib chiqmadim. Men faqat o'zimningki fikrimni, o'zimning yonchug'imdagi pul bilan u yerga borsam, ashta qilib turib yashab kelyapman. O'zimning qudurtim yetgidek turmushda yashayman. O'zimning qudurtim yetgidek yordamni qilaman qig'idek yerga. To'g'ri chiqib o'tirib, voy, men tutib turinglar, men rasmga tushib olay. Men pulni tutib turinglar, men polo yetib turma bir qazon poloniki rasm tortib olinglar deb unda chiqmayman. Anaki turgan tamg'im usmayman.
Haqqo'sha sarang emas, agar nerv chataq va odam bo'lsa, doktorxon ko'rinish kerak. Bir odamga bekor isilib olgan saranglar borki. Doktorxon ko'ransan bo'ldi yoki qonundan tekshirinib turib, mazodin nagicha deb o'ltirib isilsa bir odamga isilmoqchi bo'lsang, deb turib, ashunimi samimiy takliflarni qilib qo'ygan ba'zilarga. Odam deganda bir ozroq bo'lsa-mu, bir o'lchab yiqib o'zini, men qancha kilo kilman, qaysi kiyim menga to'g'ri keldi deb turib chiqadi odamni kiydi kiyim deganimi. Shunga ba'zi narsalar kelgan chaqda biz mustaqil bo'lgan bir millatlarning ishini qilmay, ba'zan muqam ba'zilarga yarashqandan ba'zilarga yarashmaydi. Bizga faqat yarashmaylar tetiqsizlik qilib. Jixla deydi menga Instagram'ingiz bormi deydi. Voy, men u yerda ish qilmadim. Mening vaqtim yo'q, unda qilib o'ltirgan. Kitob o'qiyma, material ko'rma. Men burunlarda o'qimaydim jiq narsalarni o'qimagan bo'lgandan keyin qopbaldan chiqmay deb turib maxsus kitob o'qiyma. Jixlarninki kitobini o'qimasangiz tushunmaysiz. Kitobninki teshi noyati chiroyli, voy deb chiqqanlar ichidan ajoyib bir narsalar bor. To'g'ri ketayotgandek ajoyib nachar millatninki milliy manfaatiga eg'ir ziyon keltirgan shundoq jumlalar bor kitoblarda. Hamma kitobni bizning oldiga etib baqqanimiz yo'q. O'qib bo'lib, sizib bo'lib, mo'nchinchi batda nima bor deb turib, onandagi chiqirimiz. O'zing yozgan uni, men yozmagan. Qaysini olsa o'zi yozgan kitobini o'zimiz o'qib beramiz. Qisqa uning chidamaydi. Ba'zilar jimmat o'tirib oladi. Kurik bo'lib qolgan to'xolar bor-ku, ashunga o'xshash. Anandakin 3-oy bo'ldi mana endi Ramazon oz qoldi. Ramazon tutishga tilamchilik boshlanib ketdi. Burunlarda voy kitob nima solamiz? Cherkovni masjidga aylantiramiz deb bir joy chiqqan-ku. Setilmay qolgan bir cherkovninki voqeasi. Anandaki madaniyat uyi qilishga. Ashundoq. Endi mana palonchi yerga Do'lqin Aysoga nima pul kerak ekan? İşxana ilişqa deb. Turkiyaga shundoq yordamlarni qilib o'tibdi, Anandan keyin qilayotgan odam endi pul deb chiqibdi. Turkiya qilgan yordamninki pulining o'rnini to'shtirish kerakmi yoki qanday qilish kerak? Bir pul. Pullachu, voy, Uyg'ur davosi demak pul demakki. Har qanday boy bo'lib degan shu bo'lib ketadigan bir parcha. O'zininki davoni tijorat kasb qilib olgandan keyin seningki u xizmating. Lekin u xizmatingga talay yerlardan kelayotgan pullar, cherkovlardan elayotgan pullar, Yahudining tashkilotlaridan elayotgan pullar, Arab birlashmasininki islom jamiyatlaridan elayotgan pullar, uningdagi Turan birligi o bu yerlardan elayotgan pullaringlar oy, helima degan og'zinglardan, burninglardan, keyninglardan eqib ketgidek puldi ashuma, Yana saranglar guppanchilik, Allah razı olsun. Voy deb degan qilib ketisizlar. Odam bir odamchi yolg'on gapni qilaverib o'z ishini olib qolgan o'xshaydi ba'zilar. Men o'ylab qoldim, bir odam menga bir qatim yolg'on gap qildi-da. Bu bir aroq kechgan O'rta Osiyoda. Voy, opamninki muncha yillik o'lib ketgandan keyin nimasini qilatdim deganda, bak o'sha dardni aytib shunda tugishib ketgandikin, endi bir nima bo'lmasin, bir Qur'on o'qitib, u bu qilishga bo'lsa-mi, bir vasila o'g'idakma deb turib, men yordam qildim. Keyin anandan jiqlardan angladim-da, bu bir harakash, o'shdaq bir aldamchi odam deganda, siz shunga yordam qilib ekansiz deb. Men boshqa bir narsaga yordam qilmadim. Men faqat nazir qilaman deganligi uchunla uning yordam qildim. Agar u ash pulda nazir qilmay o'ltirib ichib yurgan bo'lsa, Alloh ashuningga berdi hisobini, u dunyoda menga berdi, Allohga berdi, anadagi haqqimni halol qilmayman degandim. Ba'zi odamlar to'satdim bir qozon, yog'och qozon bir qatam qaynaydi deydigan, ba'zilar ikkinchi qatam nim qilgancha udulni qarag'it qilib o'taman. Izzat etmaydi ekan. Birinchi qatam degan gapi bilan ikkinchi qatam farqliq bo'lgandikilar, bu bir aldamchi deb tushunamiz. Har qatam takrar jidal bor, takrar jidallar chiqaverdi. Lekin biz jiqlarga hozir javob qaytarmaymiz. Chunki u bo'lgan ishni davomli
kiriversen aşının kiriverdiğin adamlar var ki. Ondan keyin o Türkiye'nin saylamığı vardı. İşte saniyme dedim de Türkiye'nin saylamları qarab turib. Elə bazen topladı ki hazır nimine WhatsApp'ını yüversem şu Messenger'da ivatırcıqları. Bu kimke desem nimdeydi. Qaysi partiyaninki desem palay yerdik balkançada da. Hem de şu cidal qaptı da deyme ha. Raskep anlaştınca qo'rqadigan jiqlari. Shuning uchun baxtlik bo'lish, baxtlikdek bir tuyg'u izlash uchun ona til maktabi, yanadagi madaniyat birmisi, naqsh usul, tomoq madaniyati deganlarga kirib oldik. U chet elliklarga tomoq madaniyatini mumkin emas tunishtirib bo'lolmaysizlar. Biz yangi kelgan vaqtimizda madaniyat bir oshtaq bir faoliyat bo'lgan. Bir tomoqni alsang, tetib baqidi ozroq. Ozroq tetib baqidi. O doppanı keygüz koyuş, doppa davası, ton keygüz, ton neylik çeterlikler keymegen ki özanlar kiydiğen bop kettinler ahırı kegen çaldı. Şunda külgüm kektir cümbezlerini ki. Xudayım, özanımız kımaysa eylik kılıklarından. Anandıki neylik ma o sürgün hükümetinin kegen çaldı mı, bir cırk, toplada, o bolada bazen bir avazlar anlap şunda külgüm kekette izzat atınlay, azırak olsun izzat atınlay. Şunda gıdığın kekesima elikim sözleşki mecbur buluslar da külgüm şunda kekti. Bırınlın akıdın bırın ey. Anadaki nelik İlham Toxtap bendimden ki elik bir dokulatını Oturga çıqağandı. Sürgün hükümetini kögendim. Ondan keyin ba'zan narsalarni ko'rib baqdim. Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi paralel mang'izlar va ular paralel mang'idi va sizlar paralel mang'izlar. Shu İlham Toxtap bendim go vatanning ichida charisiz deb o'ylayli, ha? Sizlar-chi, sizlar charisizmi? Shu dokladni elib nimalarga ishlatdinglar? Özanlarning torbetida turdi. Onadagi jüvitimiz deb tirish baxtinglar 2015ning oldidagi narsalar ko'rilmaydi deb hamma narsa bor bu torda. Anadagi İlham Toxtap bendimnikiga savol qo'yg'im keldi-chu. 2009 men vatanda 2010 chiqatdim. 2009 vatanda vaqtimda 1 yil torni to'xtatib etdi. Şu mezgüllerde şu dokulatni ro'yobga chiqiribdi-da, anandan aşı tekshirishlarni. O vatanda qandaqsi 3 oy chet elga bog'langan, o'chib-o'chib qirvatgidek darajada ishlar bo'lib ketgan tursa, qandaqsi aşı tekshirishlarni elib qig'ichi Xitoy faqat bilmay, sezmay, uqmay, anandan aşı 10% Uyg'ur mustaqillikni xohlaydi degan ashundaq narsa chiqamda. Tordan izdin peqinglar, faqat bo'lmasa tordan izdin peqinglar. 2009'da tor üzüb etildi. O vatanning ichida agar mustaqillik anadagi yuksak avtonomiya qilamsa degandek ashundaq tekshirish dokumentlari, tekshirishlar elib berilamda, bo'lamda. Qo'yad yoshidinglar ki tan xumdim jum ajoyib noch odamlar va ba'zan narsalar savol belgisini qo'ymaydi, ha? Elə kichik vaqtimda shu aşk kuşunu bunda oynamanglar balam, qochini bunda g'ijir qilmanglar, yomon bo'ldi desa, nimaga yomon bo'ldi deb savol so'rasak, momam rahmatli faqat javob bermaydi. Ishqib yomon bo'ldi deb. Momam rahmatli javob berdi. Voy aşk kush yutib ketsa, shu yomon bo'ldi balam. Tırnaqasi yomon bo'ldi desam, qo'lim kesilib ketmisin degan gap yo'riqroq yerda ozi bo'ladi tırnaq deganni. Kechda uy supasi bo'lmaydi deganlar hammasi mushtaq gaplar deydi. Eliqi ozroqmi miya tafakkur qilish degan narsa yo'q. Voy, mana degan hammasi degan to'g'ri, bu 6-chirda deb o'ylamdi ba'zilarniki. Ey, men sizlarga pul beringlar demidi. Men o'zimning fikrimni to'g'ri bayon qilyapman, ifodalayapman do'stlarimga. Lekin dushmanlarim ma'rab turib ko'miz ko'ngli aram topmaydi, chunki o'zini tepib olish kerak mening. Shu naq maydonim orqali o'zini tepib olib, anadagi xotirjam yotalaydi bechoralar. Shunga har vaqt deydiganim ozroq o'simichu, ahli kamtuklik deydi-ki, indaqlarni, kalla ishlatmaslikni. Endi ba'zilar tug'ma indaqlari ayrim, o kasallik.
Eğer sağ olsanız bize olsun işlersiniz boludu. Tilemçilik degen emdi degen Rus başlandı. Ma bu elaqay Taylandga u yerga bu yerga bağalla baki elaqay davagerlerinin içinde degentimi dedim. Aşağıda şu türmede Uygurlar bağı. Eylik kerek onca Erkin Asiyan'ınki degen oy dep bir bilen çıkırıp durup eylik yazımlarını çıkırdı. Ma palanç türmedeki adamlarını unutup kalmaylı. Pukunçidikini unutup kalmaylı dep. Aşağı bağı şu izlep gelsen buldu. Şunu işini elqip gelsen buldu. Yalganda vatan davası kıldık dep. Aşağı anadaki millet davası. Milletin söygüsünü olsun barlap koysa. Anadaki ma bu Prezident Trump hükümeti Xitayni Uygurlar üstüne erki kırgınçık yürgüzde dep durup bir bekitken cinayetini. Onadaki ma bu 2023 yılı 3. ayının 11. günü Mike Pompeo efendim ma bu Xitayninki iğir tehdit ekanligi doğrusida bir sözledi. İzdep anlap baksanlar buldu. Onunğa keyin kireme dep oyladım. Elaqay tehdit dep tursuma Xitayni bütün dünyaga tehdit dep tursuma elaqay Xitaylarninki bir neçe 2 günden aldıda birimi qaracım birimi damollam deganlarning ichidagi birininki nemesini elaqay Douyin-dagi bir videoni ivetip qo'yibdi birisi. Allah razı olsun sizlerden dedim. O bayraqni ko'tarib o'ltirib cho'ng kuch yaptırıp so'zlab ketgan bireylen aş Douyin-da ballalarini agashtirib turib injiqlab aş videolarni ishlab ketib qilsa oşularning video nemesini itib etmaydi-ki shularninki hisobotini. Mening veshingim yo'q. Eylik beshinchilarniki mi deyman men. Anadagi Douyin-chilarniki mo eylik yolg'on lager şahitleri, yolg'on, neching va. Bireylerni endi men sual belgisi qo'ymayman endi. O rasmiy yag'am uni taz bilib bulamayman. Lekin bir 2 kun va. Eylik videolaringni qusvatkidak videolaringni yüzüngni chaplab qo'ygadak videolar bor. Chet elliklarni numus qilayli deyman-da. Ma baxt kimdo? Ma bodak kimdo? Ma yana birmi kimdo deb qamsun deymiz. Men 2017-yili men to'rga bunda nim qilsam, mening Facebook'im bordi. O Facebook'ni juvatdim qo'yilaqay. Birsiga baqqilib versam, hamma shaytonni qo'shib olibdikan, to'xshuning uchun juvatgan. Ash Facebook'nimniki 2017'da birsininki yozgan yozmasining ostida savol qo'ysam, javob bergil unutmagandi. Aniki ayrimxonasida degandim, siz ma bu yozmani siz mush Beydudagi palanchininki nemasidan tarjim qilib o'zimning deb yozyapsiz-ku desam, sizlar demisiniz kim biladi degandi. Malla demisam bilmaydi emas. Bu jahonda degan jiq odamlar va aqli va odamlar bor. Jiqlar hammadan o'tirib chiqib bulamaydi. Chiqsa tillaysizlar, uni buni qilsizlar deb tillaydiganlar shu ayliqlarninki setib olgan qo'shuni. Ayliqay Rabi to'g'riliq so'zlagan vaqtimda meni maxsus tillagan necha sahifa bor. Ularning kim ekanligini bilib bo'ldik hozircha. Bilib bo'ldik. Maxsus. Seningdimi nocha odamlar bo'lishi mumkin. Bir tog'dan igiz tog'lan bor-ku, shanva yo'q, shandaydi Xitoylar. Seningdimi nocha odamlar bo'lishi mumkin. Sening hamma narsangni bilib olaydigan. Shuning uchun chaqchaq qilmaslik kerak-ku. Millatning haqqiga kirding, qiyniga kirding. Aşani yani nomus qilmay o'ltirib ismjidiri yana bir qilayotganlarga shu o'xshash odamlar ashlar, yana o'xshash. Hechnim o'zgargani yo'q. Jidal tashlanib tursa, shuning hirismanlik bilan ko'rdiganlar bor. Bu gapni mishada oyoqlashtiray. Yana birisi surgun hukumatning bir raisini o'tirg'i chiqaribdi. Men uni qo'llayman, men o'zim imzo tashladim. O'ylayman, men Xitoy bilan yashayolmayman. Çünkü sizlar yaşay alsanlar belki memde ama uduldikiler menikilik baribir o'g'irlikchi ko'rdi-ku. Sizlar yaşayalığınlar bilan men yaşayamayman deb turib men tashladim. Yaşay oladiganlarning ichidami
ticareti aşağı bağlaqlıqları var, öylerini setip pul ekildiğalları var, tuqqalları bilen yani bir ticaretleri var. Şunun için ulamı hem de amalsız mı ya tuqqalları bilen körüşüp durğaşkı mı bazıları okşaşmaydı. Biz rast okşaşmaydı gelmez. Ben özemden meydanımını işbadılıdım, taşladım, bilet taşladım. Rayısın aşka. Anadikin sual koyma her qandaq narsa tekşürüp durup, izdenip durup, neçimiz birleşip izdenip anadikine mavrasmandaq ki dep durup baha berimiz, toğrı betimçi mağımız, ögenmey mağımıdıq, ögünüp oturğa çıkıp sözleyimiz, ögünüp oturğa çıkıp durup, bazen temalarını çıkırıp koyumuz, onu Wikipedia'dan tapmıdıq. İzlenip durup tapdıq. Her qandaq materialni. Faqat hiç nöldü bir nimeni. Çıkırıp koyğanı ölüp olay da qalsa qağallarını çıkırdıqamız ölüp ornalar resmiylik Türkiye'lik afet Türkiye'lik yatavraştı ölüp ketken adamlar ölüp qaldığan oxşayslar dedim. Tutiyalarınla doğrusu da. O vatandaki Dinlar Abdullah'ını tıllaştın ilgiri ço. Yenindeki Dinlar Abdullah'ların tılığına beşi de ey. Böyle uya bir okşuk çıkan el uşak şumtekla qamadısılar tıllamağan. Noç olsan yenindeki setivatkalların tılığına ala seni setivatkını yok. O fakat özünki Xitay devleti olan söygüsünü işbadlayavatıdı. Setivatkını yeninde. Pələmpeysiman setip xəcləvatqalları yenində. Yalğandı divan ovasıla. Yalğandı Xalq Bankisi Xitayның Cungo Remin Yinxandın ağan pullarınla, ağan nimelerinla, amanet qərzlerinla. Şula oturğu çıkılıp gəlsə, nime bulasıla? Qağın nəmdi? Xudayım amanet. Amal var. Bilet taşlanla, hiç kimselen tep bağmaydı. O yer, bir nerede iştinin, müşkünün isimleri bilen avtonomiya talep qıqala baka başqaça bir xil edim şunda gıdığım keketti. Biçarlar. Eğer de azraq olsun mu, musulman dem dep diyemmisan mı? Oy namaz okusun musulman deydiğen vakitta ütketdi ha? Gacim koşumçısını koysula, onun mu hürmetini mi koymaslı boldunla? O vaxtlar ütketdi. Eğer azraq olsun Uygur qini olsa, azraq olsun Bororun olsa, o vaxtda taşlap koysan boludu. Seni açıqıp durup, vay kural götürüp çeyik demegen ki hiç kim faqat bir imza ey. Qeyrindaşlarım, azraq olsun oyunup koyunlar. Her qandaq cidel, sebepsiz emas paradılı çıkıdı. Məlum bir torbətlər arqalıq taşlanıdı o cideller. Anaki onu aynatıdığan gap. Anadikin o Qazaqstandaki bir Uygur məhəlləsinin isimleri doğruluq mı qıpaqdınlar. Qazaqstanda yaşap olturup mücü bəzilərinlə resmi nankorlarınla var ey. Noçu vasan torğı çıkıp. Şu nimede Facebook'ta yüzün bilen çıkıp sözlemeyse şu WhatsApp toplarda o yerde bu yerde qılırsa. Cahannam ilgisi var bir gün sonra kilodu. Ya sen bedel töyleyse ya başkadan balların bedel töyleydi. Şundaqlı ahval. Bu qısqılı cahan ey. Qeyrindaşlarım, imzaga azraq aktif avaz qoşunlar. Körüp qarab turvatqan çetelliklermi var. Bəzilərim soraydı o ayrım halladımı. Aziz dünya vəziyyəti də hər inçiki özgürüşlər, o bu bankalarınki tügüşüp gitişi, yeni bir nəslərin tügüşüp gitişi, bəzən nəslərimiz zəncirsiman, o nəsləge o keyin kırgımız olsa kirəmiz temalağa. Ançımıcı bir nəsə oqub qoyunlar, qulaq mollısılıqdırla birinin ögünüp birinin bop ketkili bolmaydı. Kitap yeziş diyen nəslər, oya işek mi yazdığan bop ketdi, çataldıcı işek, Uygur tillıq işek mi kitap çıkırılgan bop ketdi. Ağıra පැsliş kitap, körüp mü bakmay, maşallah, inşallah, ındaq dep durup qıgan bilen, için eçpiqinla mana için nemi yezipdi, depçu. Acayipli bir nəslə. Rahmet sizlərə, qeyrindaşlarım.